Bugun sizlar bilan ikki tramvay tengida qatnashgan savollarni ko'rib chiqamiz. Ikki tramvay tengida qatnashgan savollardan hamma vaqt ikki tramvayning oldidagi belgilarga yaxshilab e'tibor bersanglar bo'ldi. Ikki tramvayning oldida belgilar bir xil turgan bo'lsa, unda birinchi, ikkinchi tramvay ayni vaqtda degan javob turib oladi. Agar ikki tramvayning oldidagi belgilar har xil bo'lsa, unda avtomatik bu javob chiqib ketib, birinchi, ikkinchi tramvay alohida yuradi degan javoblar ko'p turib oladi. Endi keyingi savollarda ham shunday mana. Harakatlanish tartibini ko'rsating. Bunda da birinchi, ikkinchi tramvay ko'rsatilgan. Bu ikki teng ahamiyatli yo'l bo'lib, ikki tramvay, birinchi tramvay bilan sariq ikov ayni vaqtda yuradi. Ikkinchi tramvay bilan qora avtomobil ayni vaqtda yuradi. Sizlar javoblarning ichidan ikki marta bir vaqtda degan javoblar to'sanglar bo'ldi, bu o'zi to'g'ri chiqadi. Keyingi savolimizda bo'lsa, yana mana ikkita tramvay qatnashgan. Bunda ikki tramvayning oldidagi belgisi har xil, biri asosiy yo'lda, biri yo'l belgilab turibdi. Demak, ikkovi bir vaqtda yura olmaydi. Ikkovi bir vaqtda yuradigan javob chiqarib tashlaysizlar. O'zi ikkinchi javob avtomatik to'g'ri chiqadi. Keyingisida ham shunday mana. Ikki tramvay bor, ikkovining oldidagi belgilar har xil, bu asosiy yo'lda turibdi, bu yo'l belgilab turibdi. Demak, birinchi, ikkinchi tramvay ayni vaqtda degan javob xato bo'ladi. Birinchi tramvay ayni vaqtda alohida yuradiganlari to'g'ri javob bo'ladi. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, bizga podpiska bosishni unutmanglar.